Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Marhamat, bugun Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin oltin kuz faslimizda o'rtalardan, oxirlardamiz. Amurotda shaharlardan biridamiz. Havo go'zal. 34 darajada. Ruxsatlar bilan hozir sohilda borib tomosha qilamiz. So'ngra Koreyan saunasida iliq suvli dengizga tushamiz. Sizlarda o'rlaringizga ham 5-6 marta kalla tashlayman bo'pti. Mana samolyotchani qarasan. Ko'rinyaptimi o'zi? Bo'yna yuqorida bitta samolyotdan parashyutlar tashlandi, aytganday mana desantlar. 7-8 ta desantlar tashlanarkan bitta vedoveshniklarda. Faqat sayohatchi vedoveshniklar. Mana Hiltonimiz, to есть Marriott ekan. U tomon esa Kempinski. Butun Amorot sohili yangidan qurilyapti ekanda boshqatdan. Villa kulturi uncha rivojlanmagan ekan. Koreyada yoki bo'lmasam Sanjinju shahrida, Seulda, Ansonda uncha rivojlanmagan. Iqlim go'zal, ob-havo yaxshi. Lekin villa kulturi oqsoqlangan, faqir. Vaholanki juda yaxshi madaniyat u. Jismoniy sportga kiradi. Madaniy hordiq chiqarishadi. Pokistonlik ishchilar bechoralar elektrotskasini olib zingillatib yurishadi, ya'ni transport o'rniga. Metro avtobus qimmatroq. Metrolar 5 dirham ekan. Bu degani bizning pulimizga 20 so'mmi? 20 ga yaqinroq edi, 15 mi? Lekin Qutuzda apelsin o'sardi, boshqa o'sardi, bu yerda hech ko'rmadim. Iqlim bir xil bo'lsa ham apelsin mevali daraxtlarga e'tibor berishmagan ekan. Qutuz sohillarida 15 tadan razvalka dushlar, sharoitlar shunday chiroyli mukammal qilingan. Arablarda esa bitta ham razvalka ko'rinmadi. 2-3 dona dush chaqib qo'ygan. Xolos shu bilan qutilgan. Esa dushchadan tashqari hojatxonadan tashqari suv, ichimlik suvlari, boshqa shart-sharoitlari hammasi mukammal. Jud deymiz, yahudiy deymiz, lekin insonga e'tibori baland. Shart-sharoitlar qilib qo'ygan. Ya'ni Amorot arablardan ancha ustunliklari bor bu jihatdan. Biz sohilga ham keldik. Mana shu yaxtalarimizdan biri zakaz qilingan, bugun 3 soatlik turimiz bor. Ba'da salatul juma ibodatdan so'ng yaxta kruizimiz bo'ladi. 3 soat ruxsatlarimiz bilan shunda dengizning o'rtasidan balkim sohildan qisqacha bo'lsa video lavha qilamiz endi. Shunaqa gaplar, biz yigitlar qayda ekan? Rustam mafiya, Aziz ikkalasi. Hali desantchalar dedimiz, mana bitta suvga yaqinlashyapti ular. Yuqoridan tushgan vedoveshniklar. Mana yerda charxpalagimiz ham bor ekan. Ajoyib. Venexan charxpalagiga o'xshar ekan. Havo go'zal, Allohga shukr. 34 darajadami o'zi ham. Mana shunaqa gaplar. Allahumma salli va sallim ala sayyidina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Shunday qilib Dubay marinaga ham yetib keldik. Yaxtalarni ham terib qo'yibdi o'zi ham qo'y. Romanik qaysi bir ekan?
Nefti boshlig'i Roman ham yaxtasi bo'lsa kerak ichida. Ahlan sahlan. Ahlan va sahlan. Xayron bikum. Marhaban degani ham xush kelibsiz degan. Yaxtalarni ham kvartira quribdi, qo'yib. 2 xonali, 3 xonali, 2+1 deganda turklarniki. Past xona, помещение, taqar-tuqur, usti esa mehmonxona. Bizni yaxtamiz qaysi ekan? Startda turgani. Qo'yila. Mana buni yaxtachani islam motorchasi bilan ekan. O'rtaga borib cho'miladi maza qilib. Har bir nom bor ekan, mana shu Majesty bo'lsa, u sasmi ekan. Ular ham xavfsiz joyga borsa kerak, to'g'ri. Ular umramda men Avrosi ham bor ekan. Turklarniki bo'lsa, boshqasi bo'lardi. Fatih bo'lardi, Rais Uruch bo'lardi. Boshqa bo'lardi. Diyarbakırlı bo'ldi, ular servisini qilsa agar bu yerdagilarsa Pokistonliklar ekan. Qo'yila. Bahodir aka. Mana o'tamizmi? Bo'ldi gap yo'q. Pokistonliklar bitta shunday qilib xizmatini qilib yuribdi-da. Mana ketdi, mana parashchilar tushyapti bitta-bitta. Bir parashchilar fasodga qilyapti.